Assalamu alaikum, hurmatly Maxtun Qulofik kanalının podpischiklari. Bugungi videomuz foydali videolardan stroy materiallar haqida bo'ladi. Taxta bozorga keldik. Taxtalardan, temirlardan barining baholarını bir qator tanishtirib beramiz. Eng arzon yerine keldik, hurmatli obunachilar. Bu yerda qarzga ham olishingiz mumkin, bo'liblarga ham olishingiz mumkin. Shunday imkoniyatlar bor. Beruniy tumani Yelliqala 4 kilo hamma yerga dastlabkisi ichinde. Pastda nomer qoldiraman, pastdagi nomerlarga telefon etib bog'lanishlaringiz mumkin. Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz uchun telefon orqali ham savdo etishimiz mumkin. Taxtalari arzon, ajoyib bahada. Ketdik, qani bir qator tanishtirib beramiz. Hurmatli obunachilar, adresga kelsak, adres Beruniy yoqdan kelaverishda Yelliqala darvozasidan 2,5 kilometr o'tgan so'ng chet yarmisida İpek yo'li degan yozuv do'konlar shuning atrofida. Buyog'i Bo'stonga ketadigan yo'l. Taxta bozor shu yerda joylashgan. Yo'lning bo'yinda İpek yo'li deb yozib qo'yibdi. Taxta bozorning yozimida. Hozir barchasi bilan batafsil tanishtirib beramiz. Hazır. Hurmatli obunachilar, bir chetdan taxtalarning bahasi bilan tanishtirib o'tamiz. Hozir birinchi polovoy taxtani ko'rsatamiz. Bu qalınlığı qancha? Qalın 2,5. Qalınlığı 2,5. Eni 14. 15 de var ama 6 metr uzunluğu. Bahası qancha? 80. Bahası 80 ming so'm. Dastlabki içinde yine yetmegende bölüptelerge var. Xudo qalasa, pastdagi nomerlarga telefon etib ma'lumot olsanglar, barini tushuntirib beradi. Bu 6 metrlik ekan, mana turgan 4 metrlik ekan. 4 metrlik ham shu 2,5 ga 14, bahası 55. Patoloji reykalarımız var ekan bu yerda. Ulan 2,5 ga 2,5 ga 4. 4 metrlik. Bahası qancha? 18. Bahası 18 ming so'm ekan. Qaytlar o ya, bu aqallardan kelishiladi xudo qalasa. Mana reykalarımız 2,5 ga 5 degan reyka ekan. Bu qanaltır shipornilarga da 4 metrligi necha so'm? 20 ming. 4 metrligi 20 ming so'm. Taxtalar bu yerda bulam 2,5 qo'yini. 2,5 ga 20, 4 metrlik. 2,5 ga 24 metrlik ekan mana. Bahası qancha? 70 ming. Bahası 70 ming so'm. 2,5 ga 24 metrligi. Bu yoqda 10'luk bu. 10'luk ekan, bulam shipoviy. Qalasa pol uchun, qalasa reyka etib. Reyka yarışda 3 reyka tushadi ekan da. 2 reyka tushadi. 2,5 ga 10. 2 reyka tushadi. 4 metrlik. Bahası qancha? 42 ming. Bahası 42 ming so'm ekan. Hurmatli obunachilar, mana stropila var ekan bu yerda. Bu shipor uchun. Nechagancha bu? 10 ga 4, 6 metrlik. 10 ga qalınlığı 4, uzunluğu 6 metr. Bahası 80 ming. Bahası 80. Bular 12'lik mi? 12 ga 4. 12'ye 4. Taza 12'lik ekan. Pastda turgan 11. He. Pastda turgan 90 ming so'm. Çiz 12'ligi 100 ming so'm. 12'ye 4. Çisti 12'ligi 100 ming so'm ekan. Reyka 5'e 3, 6 metrlik değil. 5'e 3 ya bu. 6 metrlik. Bahası qancha? 28 ming. 28 ming so'm ekan. 5 ga 3, uzunluğu 6 metr. Yine taza 5, 4 emas. 5 26 deng. ming so'm. Bu qurib turgan go bu. Qurib turgan taxt. Bular polovoy ya. Ha. 14, qalın 2,5. 14 ga 2,5, uzunluğu 4 metr polovoy taxta. Bahası 53 ming so'm. Bahası 53 ming so'm ekan. Ha, hurmatli obunachilar, mana stropila. Bu 5 ga 4. 15 ga 4, 4 metrlik ekan. Eni 15, qalınlığı 4. Taza 4. O 4 qurib turgan bular. Mana, o'zi ma'lum qurib turgan. 4 metr bahası 95 ming so'm. Bahası 95 ming so'm ekan. Bular neçelik? Bu 3,5. 14 ga 3,5. Uzunluğu 14, kalınlığı 3,5, 6 metrlik bu.
Bahası 80 ming so'm. bahası 80 ming so'm ekan. Bu 9'luk mu? 9'a 3'ar. 9'a 3,5 bolam strapila qanaltira Kaldır. Poltuyla bo'ladi 4 metr. Saz ayam bo'ladi. Bahası qancha? 55 ming. Bahası 55 ming so'm ekan. Ha bu yerda ham 20'lik 3'ar ming. 20'ga 3,5 degan ekan bu. Boyu 4 metr. Uzunluğu 4 metr. Bahası qancha? Bahası 110 ming so'm. Bahası 110 ming so'm. Bolam yangidan mı? Strapila yo'q, boshqa. Bu başka mı? Bu kalınlığı kalın ekan ha? 9'a 4'ar. 9'a 4,5 uzunluğu 4 metr. Bahası 65 ming so'm. bahası 65 ming so'm. Bu yağlar. Bu 20'lik mi? 18. 18'lik. 18'lik var, 20'lik var şu an adaşmanlar. 18'ge 2,5. Uzunluğu 4 metr. Bahası? 60 ming so'm. Bahası 60 ming so'm ekan. Tak bu 15 mi? 15 ya. 15'ge 4'ar. 15'ge 4,5 ekan kalınlığı. Boyu 4 metr. Uzunluğu 4 metr, bahası 105 ming. bahası 105 ming so'm ekan. Hurmatli obunachilar, men bugun taxtaning materialning eng arzon yerini ko'rsatib turibman, solishtirib ko'rishlaringiz mumkin. Dastlabkisi ichida pulingiz yetmay qolsa, bo'libdalarga ham bor ekan, shunday qulayliklar bor ekan bu yerda. Beruni yillik qala dastlabki bor ekan. Ko'proq olsanglar. Buncha 18 so'm yeni qalin 18'e 4,5. 4,5 18. 4'ar. Boyu 4 metr. Boyu 4 metr ekan. Bahası 25 ming. bahası 125 ming so'm. Bunu çekince 14 qalin 3'ar. 14'ge 3,5 strapila var ekan. Boyu 6 metr. Uzunluğu 6 metr. Bahası qancha? 125. Bahası 125 ming so'm. Yine 14 yarım mı? Ha, 14 13 yarım emas. 13 yarımlık var da 110. ha, 14,5 ha. Kız şunda hatalaşadı da mesela 13,5'lıkta 14 deyince bakan bilir. Ova. Böyle endi şunun için aytıp atırman o mesela 13,5'lıktan şu bakadan satıveredi de. Oo, tabii. Şunun için metre alıp ölçep bakada razıysa boladı olarda. Kança razıysa yetedi? 15 ming so'm tuttu da. Bir taxtadan ana şu 14,5, 13,5, 15 ming so'm fark etedi ekan. 100 taxta alsanız 1,5 milyon so'm fark etedi. Şu yağına e'tibarlı bolasızlar. Material alacakta hazır ansat emas material alıp. Mana bu yerda to'shni aytıp tushuntirib beradi mana qaysi taxta qanday. 18'e 4 kalınlığı, uzunluğu 6 metr. Bahası Onu kaç için işletsem bunları ortasından böyle sıralı geçsem olur. He. Bahası 155 milyon. 155 ming so'm. Kaçqa ham bo'ladi bu? Bu taza 15'lik şu az ya 3 yarım. Ha, bu 15'lik. 3,5'a 15 ekan. Uzunluğu 6 metr. Bahası 135 ming so'm ekan. Bu hammasi qurib turgan bular, mi? Izg'ar yo'q bu. Tak. Bu Bu yeni 20'ye 6'da. 20'ga 6 kalınlığı. Bu kalın ekan. Cağa bastırmadan. Uzunluğu 6 metr. Bahası Bahası 270 milyon. 270 ming so'm bahası. Burada mana pol taxt, yağı pol taxt emas bu bayağı. Strapilar. Strapila ekan bu. Onu kısa gazete O 20'lik. 20'lik strapila necha so'm? Bu 20'lik 160 milyon. 160 ming so'm Yine kalın. toşun 20 19 emas. Toshni 20 qurib turgan, ertan qaytdi paytda yo'q, izg'ar qaytadi, izg'ar bo'lsa bilasizlar, yarim santi 1 santi tashiydi. Qalınlığı 4, uzunluğu 6 metr, bahası qancha? 155 milyon. 155 ming so'm, 20'ga 4, 6 metr. Vergi yanında 15. Bu 15'ligi şunun. 15'ligi 6 metr, bahası 130 ming so'm. Bu 12'lik palovoy ya. Bu taza 10 çıkardı. Ha bu 10 mu? 10. 10'ga 2,5, uzunluğu 6 metr, bahası 65 milyon. bahası 65 ming so'm ekan. Tak, pol taxta 15'ga 2,5, uzunluğu 6 metr, bahası 80 ming so'm. Kelishiladi, bundan ham qaytiladi. O'ralik ağaçlar var ekan, mana shlip olib ketilgan, yo'nilgan. 4 metrlik mi bular? 4 metrlik abi. 4 metr, bahası 120 milyon. bahası 120 ming so'm ekan. Bular ne? Bular 4 metr. Tamam, cağa bastırmadan buladı, kajan buladı. Ha. Tamam, Bahası 220 milyon. 220 ming so'm. 6 metrliklari var ekan bu yoqda.
Bulardan polni joyga bastırıveradi bu rossiyskiy. İçi 3,5 metr 4 metrlik joylari bo'ladi. Bahası qancha bulardan? 225. 225 ming so'm 6 metrligi. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana listlar bor ekan. Xohlagan qalinlikda rangam shu xalab olaverasizlar. Assortimentim ko'p ekan bu yerda mana. Bahasi ham arzon. Yuqasi 33 ming so'm ekan, keyin ketaveradi asta. Eng qalini 65 ming so'm ekan. Ondan ham qaytamiz deb turibdi mana. Xohlagan rangingizdan bor. Bordoviy, молочный, ko'k, mokriy. Xohlagan turingizdan bor ekan bu yerda. Gullilar ham bor ekan. Korishneviylari. Eng arzoni 35 ming so'm. Qalini 65 ming so'm ekan, ondan ham qaytib beradi ekan. Bu yerga kelsanglar, masalan, joyingizda shipirli joq bo'lsanglar, strapila, reyka, qangiltir hamma zatingiz bitadi. Yana mashina tutib kelish shart emas. Mashina bor, uyingizgacha olib beradi. Beruni yillik qalan territoriyasına bepul dostavka. Yana yetmay qolsa, masalan bir 10 milyonlik zat alsangiz, bir kisangizda bir 2 million bo'lsa, qarzga ham turadi. Ishonchli odamlar bo'lsa, qarzga turadi ekan bu yerda. Hozir men o'zim netdim, men guvosimman. 1,5 million so'm bilan kelib, bir navesini material olib ketdi. Hurmatli obunachilar, temirlarning bahasi bilan bir qator tanishtiramiz. Keyin aniyagini dalishib ketaveramiz. Bu yerda armaturlar bor ekan. Tak, 20lik. 20lik metri 33 ming so'm ekan, 29 ming so'mdan beradi ekan. Skidki bahası. Skidki bahasi. Bahasini kesib beramiz, undan ham tushib. Ha, 29 dan ham kesib berasizlar. 20lik armatur. Bu yerda yozib qo'yibdi skidkisi bilan. 29 ming so'mdan ham kelishib beradi ekan. Mana o'lliq, ha? O'lliq megawatt. O'lliq megawatt 7,5 ming so'm ekan. 7 mingdan beradi ekan. Ondan ham qaytib beramiz deydi, ko'proq odam bo'lsa. Bu 12lik megawatt 12 ming so'm ekan, buni ham 10 ming so'm yozib qo'yibdi, skidkisi, ondan ham qaytamiz deydi. 14ligi 16 ming so'm ekan, bahasi 14 ming so'm, ondan ham kelishiladi deydi. 18lik megawatt 25 ming so'm, bahasi 23 ming so'm skidkida qaytiladi. O'lliq 6300 so'm ekan, skidki bahasi 5700 so'm. 12ligi 7800 so'm ekan, skidkida bahasi 7300 so'm. Tak, 14lik bahası 13 ming so'm, skidkida. Ha, zarafshan metallurgiya bor. Bahası kelishiladi ekan, 11 mingdan ham qaytamiz deydi. Shunday deb arzon baholarda. Bu 24. 18likning bahasi 24 ming, skidkidagi bahasi 21 ming ekan. Tak, bu 20lik Guliston deydi. 29 ming so'm ekan, skidkidagi bahasi 26 ming so'm ekan. 22lik Guliston deydi, bu 36 ming so'm. Skidkidagi bahasi 32 ming so'm, 4 ming so'm skidkiga qaytilib turibdi, yana qaytamiz deydi. Hurmatli obunachilar, stroy materialning hamma turidan bor, kelsanglar shu yerdan bitadi hammasi. Sizlar uchun foydali bo'lgan so'ng kelib mana reklama etyapmiz. Mana 150likmi? 127lik truba. Bahası 85 ming. Bahası 85 ming so'm ekan. 114lik 2'de 8'lik. 2'de 8'e qalin. Bahası 80 ming. bahası 80 ming so'm. 50'lik. 50lik qalinından ekan mana. 2'lik. 2,1lik. 35 ming. Bahası 35 ming so'm. 89lik bahası 60 ming so'm ekan. Skidka 55 ming so'm qaytilgan. Kalan 2'lik. Profil 2 armatur. 2,4 profil 19 ming. 19 ming so'm bahası. Turba 25lik 28 ming so'm. Skidki 25 ming. Skidka 25 Kalan ming so'm. 2'de 8'lik. Qalini 2'de 8 ni yozib qo'yibdi. Turba 32lik qalini 2'de 1, bahası 28 ming so'm, skidkidagi bahası 25 ming so'm. Turba 25lik qalinligi 2,1, bahası 23 ming so'm, skidkidagi bahası 20 ming so'm. Turba 40lik 2,1lik
Бағасы 33 мың сом. Скидкадағы бағасы 29 мың сом. 4 мың сом қайтылған мына. Ondan ham қайтамыз дейді. Скидкадағы бағадан ham қайтып береді екен, құрметті абонентшілер. Егер sonra kat yol ötürecekler olsa bemalol kelip mine assortiment bärini azı tanıştırып üçün bir gün vaqt ketedi. Yazıp koyuptu mine bakalarını. Skidkisini ham yazıp koyuptu, qaytılgan mine kalınlığını ham yazıp koyuptu, ölçep görüp garantiya bolgan soň, ышанычlı bolgan soň aytıp atırmız. Keleberesizler. Пробкалар, turbalar ham бар ekan mine yerde. 15lik bakası, rossiyskiy ekan. Rossiyskiy emas. 23 мың сом, скидкадағы бағасы 20 мың сом, 3 мың сом қайтылған онdan. 32-ліклері Россия бағасы 47 мың сом, скидкадағы бағасы 44 мың сом екен. Так, 20-лік Россия бағасы 28 мың сом, скидкадағы бағасы 25 мың сом екен. Profillerden aytı versek. Profil 3'e 2 1.7 бағасы 18 мың сом, скидкадағы бағасы 15 мың сом екен. Profil 4'e 4 2'de 2 қалыңлығы бағасы 36 мың сом. Profil 2,5'a 4 2'de 1'lik қалыңлығы бағасы 30 мың сом. Profil 2'e 3 қалыңлығы 1'de 2 бағасы 15 мың сом, скидкадағы бағасы 13 мың сом екен. Так. Profil 8'e 4 қалыңлығы 2'de 2 бағасы 52 мың сом, скидкадағы бағасы 48 мың сом екен. Profil 2'de 2 қалыңлығы 1'de 7 бағасы 14 мың сом, скидкадағы бағасы 12 мың сом екен. 8'e 8 profilde қалыңлығы 1'de 7 бағасы 55 мың сом, скидкадағы бағасы 50 мың сом, 5 мың сом қайтылған екен скидкаға. 2'de 4 1'de 7 қалыңлықтағы profil бағасы 22 мың сом, скидкадағы бағасы 1'de 18 мың сом. 6'ga 4 қалыңлығы 1'de 2 profil бағасы 26 мың сом, скидкадағы бағасы 23 мың сом. 4'ga 4 1'de 2'lik 22 мың сом екен, скидкадағы 18 мың сом екен. 2,5'ga 4 1'de 7 қалыңлықтағы бағасы 23 мың сом, скидкадағы бағасы 20 мың сом. 10'ga 5 қалыңлығы 2'de 1 бағасы 65 мың сом, скидкадағы бағасы 60 мың сом. 8'ga 4 1'de 7 қалыңлықтағы profil бағасы 42 мың сом, скидкадағы бағасы 38 мың сом. Бұл бағалардан қайтылады, құрметті абонентшілер. Бұл скидкада жазылып тұрған бағалардан қайтылады. Уголник 5'ге 5 уголник Гүлістан дейді. 11.75 қалыңлығы бойы, ұзынлығы керек емес. Бағасы 38 мың сом, скидка бағасы 33 мың сом. 63'лік мі? 63'лік 60 мың сом екен. Скидкадағы бағасы 65 мың сом екен. 63'ге 63 бағасы 55 мың сом, скидкадағы бағасы 5 мың сом, 50 мың сом. 4'ге 4 уголниклар 23 мың сом екен бағасы, скидкадағы бағасы 20 мың сом. 5'ге 5 Қазақстандық екен, бағасы 30 мың сом, скидкадағы бағасы 27 мың сом. Швеллер 12'лік бағасы 1 метр 140 мың сом, скидкадағы бағасы 130 мың сом екен, 10 мың сом қайтылып тұрды скидкаға. 6,5'лік Бекабат бағасы 75 мың сом, 1 метрі, скидкадағы бағасы 70 мың сом. Швеллер 8'лік бағасы 70, скидкадағы бағасы 65 мың сом. 8'лік швеллердің. 10'лық швеллер бағасы 83 мың сом, скидкадағы бағасы 78 мың сом. Plastik turbalar var ekan bu yoqda. 150, 200, 250, 300, 400. Her türünden var ekan 150, 200, 250, 300, 400 birinden var ekan. 150'liktin bahası neçe? 18 мың сом. 18 мың сом metri. 400'lükteki ne? 425 мың. 400'lükteki 125 мың сом ekan metri. Şöyle gelip alabilirsiniz. Katalog için MDF paneller var ekan, Ufa panel. Bahası qancha bo'ladi? Bahası 75 мың сом. Bahası 75 мың сом ekan.
Gapning qisqasi hamma zat bor. Mana profil, gipsokardon barini kelib ko'rib kelishib olaverasizlar. Joyingizni stroyks uchun hamma zat bor, shu yerdan kelib olaverasizlar. Sement bor ekan. Qaratov sement 450 lik, bahasi 33 ming so'm. bahasi 33 ming so'm ekan. Dastlabkisi bor. Mana 550 lik sement. Tak, sement 550 lik Qaratov sement. O kuchlisi o 550 lik. Bahasi qancha? 38. 38 ming so'm. Dastlabki. Dastlabkisi içinde. Kuniga 10 ton. Suyetine bakalım. Hürmetli arkadaşlar, bir yerde şipirin ısının için şarjörler ne? Zakaz etsengler tayyorlap beradigan az bu yerda zakaz var, birazmaz ko'rsatib berajaqman. Kanyoklar, şarjör, tunikafon ham ishlaydi, tunikafon ham bor. Ber bor ekan, tunikafon ishlaydigan apparatlarning nelar bari bor. Kanyok ismi. Kelsanglar ko'rib zakaz etaverasizlar. Zakazga ishlanadi ekan bari. Stanokları var, shu yerda ishlab tayyorlab berib beradi. Telefon etsanglar olib ham beradi. Bahasini kelishasizlar. Pastdan nomer qoldirdik, shu nomerlarga telefon etib ma'lumot olaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana bu yoqda shlakablok sex ham bor. Qurilish uchun shlakablok chiqariladi ekan bu yog'inda. Acayip. Shlakablok necha? 20 ga 40 shlakablok bor ekan. Bahası qanchadan? 5,5. Bahası 5,5 ming so'm ekan mana. Qancha kerak bo'lsa. Shoprapkisi. Mashinangiz bo'lsa bahası arzonliydi ekan. Bo'yicha mana ichida dastlabkisi bilan 5,5 ming so'm ekan. Qancha kerak bo'lsa bor. Shlakablok. AS5 shipperlar ham bor ekan. Qayerda? Huawei shipper bor ekan. AS5 bilan bahasi qancha? 45 ming. Bahası 45 ming so'm ekan. Ondan tashqari mana sim deysizmi, har xil turbaning kolyelari, qoziq, mix, shurpdan tortib hammasi bor mana. Shu yerdan kelib shurplardan arzon bahada olib kelsanglar bo'ladi. Her xil razmerdagi mana samarez, mixlar bor. Hamma zatingiz shu yerdan bitadi. Shu yerga kelsanglar, stroy material bari shu yerdan bitadi. Qanaltirdim neleri, samarezlari qanaltirga ishlatiladi. Shu yerdan bitadi. Neydi tayyor kaladislar bor ekan. Bu bahaların içinden 50'likten başlanama? 1,20'lik qancha? 1,20 85 ming. 1,20'lik bir danası 85 ming so'm. Birligi 65 ming so'm. birligi 65 ming so'm. 80'lik 50 ming so'm. 81 1,20'lik kaladislar mana shu yerdan. Hep kutaverasizlar, tayyor. Mana pollaganda, polning ostuna qo'yiladigan tumbular bor ekan. 40 50 60. Razmeri 30, 40'lığı var ekan, 50, 60, 70 santimliğinacha bor ekan. Bahası 3,5 ming so'mdan 8 ming so'm. 3,5 ming so'mdan 8 ming so'mgacha bor ekan. Penablok bor ekan bu yoqda. Penablok nechadan? Penablok 14 ming so'm ekan, dastlabkisi ichida. 14 ming so'm.
Kaladan